Hurmatli obunachilarimiz, kutib oling. Janubiy Koreyadan Kia Bongoni eng qiroli mana uchib yetib keldi. 2025-yil zavodskoy propan avtomat korobka. 159 ot kuchi, prosta bomba avtomobilimiz, yuk avtomobilimiz Namangan bojxona omboriga yetib keldi. Mana bu taxtalar nima deb ko'p savol kommentari bo'ladi. Bu ruskiy les. Rossiya va Koreyani Namanganga olib kelib qo'yganmiz, o'rtoqlar. Buni qarang, oldi dugalar yarashganini qarang buni. Lob beton tonirovkalarda mashinamiz. Sariq salon eng fuli mana shu bo'ladi. Atiga 13500 km Janubiy Koreyada yurgan. Oldilarni qarang, chizilmagan, qirilmagan. Аварийное торможение, stabilizatsiya, hamma narsasi bor. Bu tomonlari, bakochilarni qarang, yonuvchan, yangi. Eng ko'p balonlarda spalnili, yuk deyarli ortilmagan. Bortlar zo'r holatda. Eng ko'p yangi balonlar, tabletka plus mashinamizdagi to'liq antikor bilan Germitex bilan qayta ishlangan. Bu degani mashinamiz zanglash, chirish yo'q degani uzoq yillar xizmat qiladi. Orqa qismlari ko'ryapsiz, kamera, sensorlari bor, bort ideal holatda. Ko'ryapsiz, hali bu xatni sunnat bo'lmagan, nasibsa to'kirga birgalikda boramiz. Bu tomon balonlari ham yo'g'i zo'r. Keling endi haqiqiy biznes klass, ko'pchilik xohlagan eng full salonga sayohat qilamiz. Aytganimdek, mana sariq koja, multimediyniy kruiz kontrol, airbag, rul, karbon, pishalka, 13506 km Janubiy Koreyada yurgan. Monitorlari bor, ko'ryapsiz, sensor monitorlar, orqa spirali bor, avtomat korobka, Tiptronic, klimat kontrol, abagrev, alduv, rul abagrev, bakovoy yopiluvchan, start stop. Eng fuli mana shu bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, qorong'i tushganda chiroqlarni o'zi yoqadi. To'satdan yo'lidan to'g'anoq chiqsa o'zi to'xtaydi. Endi bu mashinamizni narxiga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, ozmoz kami bor. Faqat naqdga sotiladi, variant kredit buka yo'q. Kimga qiziq bo'lsa, video pastdagi telefon raqamiga murojaat qiling. Hozir bu bongoyimiz o'zini tengdoshlari yoniga safga teriladi. Juda katta assortimentda Kia Bongo Hyundai Porterlar Namangan bojxona omborida Janubiy Koreyani va Rossiyani shu yerga olib kelib qo'yganmiz. Eng sara mashinalar universal avtoalamda like bosib qo'ying. Mashina haqida fikr mulohazalarni kommentarda qoldiring. Obuna bo'lishni unutmang.